Bo'ldi, ana aytdik. Dunyoda hamma yaxshi ekan, hammadan amma yaxshi ekan. Ammalar yurak yaxshi ekan, ammani bori yaxshi ekan. Tarozini bitta pallasida hamma bo'lar ekan, bitta pallasida amma bo'lar ekan. Har bir so'zi ilmoqli bo'lsa ham, nolishtasi qaymoqli bo'lsa ham, achitib gapirsa ham, sasitib gapirsa ham, dunyoda mingta tilla xola yaxshi ekan, mingta tilla xoladan uzuqara bo'lsa ham, amma yaxshi ekan. Do'zaxi jiyani do'zaxdan amma chiqar, hech kim sopini bermaydi ekan. U tildan tilga ha, hammayamte bekar gap ekan. Bitta ammani ziyorat qilib kelsa, 7 jannatda bir ochirar ekan. U tildan tilga ekan, ha, hammayam teng deb. Menga bitta ammam teng degan ma'no bor deydi. El olamga arziydigan ammam bor. El olamga arziydigan ammam bor, olam taniydigan ammam bor. Gar sog'insam so'nadigan ammam bor. Otam hidi kelur unda ammam bor. Gar sog'insam so'nadigan ammam bor. Otam hidi kelur unda ammam bor. Mening ammalarni sardori bo'lgan edi otammi xaridori. Mening ammalarni sardori bo'lgan edi otammi xaridori. Aman bo'lsin ammajonim boshlari, to'kilmasin qaro ko'zdan yoshlari. Men tilayman iymon va bardoshlarni, o'ziga ko'p bino qo'ygan ammam bor. Otam hidi kelur unda ammam bor. Amma desam yurak bag'rim yashnaydi, otam endi jannatlarda yashaydi. Mening ammalarni sultoni bo'lgan edi otamni xaridori. Aman bo'lsin ammajonim boshlari, to'kilmasin qaro ko'zdan yoshlari. Men tilayman iymon va bardoshlarni, o'ziga ko'p bino qo'ygan ammam bor. Otam hidi kelur unda ammam bor. Shunaqa ammalar Yashang. bo'lar ekan. Xolalar ham